Xamir turishni nonni ishirish uchun ishlatishadi. Shu nonni iste'mol qilish joiz bo'ladimi? Chunki shariatda achigan mahsulot insonni mast qiladigan bo'lsa, u holda uning iste'molidan qaytarilgan. Xamir turish bilan ham xuddi shundaymi? Bu birinchi qism ekan. Xamir turishga muqobil variant dro'jalar qo'shishchi. Tibbiyot xamir turishli nonlarni dro'jali nonlarga qaraganda foydaliroq deb aytarkan. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala sayyidina Rasulillah. Albatta xamir turish o'sha oldingi kelayotgan xamir turishdan olinib davom etayotgan bo'lsa, hech qanaqa moneligi yo'q buni. Faqat bir narsa bor, alohida hozir nimadan uzumdan boshqadan alohida olinib, misol achitqi sifatida olinib turib keyin nonga qo'shib yuboriladigan bo'lsa, u joiz emas. Chunki u alkogol shaklida bo'lib qolgan bo'ladi-da. Shuni hisobi bor. Lekin odatiy tarzda xamir turishga o'tib kelayotgan bo'lsa, hech qanaqa buni monelik yeri yo'q. Va endi dro'jalarga keladigan bo'lsak, dro'jalarning hukmi ham umumiy hukm. O'sha un tarkibida halol bo'lmagan narsalar bo'lmasa, bemalol ishlatish mumkin. Ya'ni toza mahsulotlardan qilingan dro'ja nonni ko'pishiga yordam beradi. Bu holatda uni iste'mol qilish joiz bo'ladi. Allohu a'lam.